Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Mashinamiz Gaki Ayon UT modeli UT deyiladi. 420 km yuradi mashinaning o'zi. Xo'p, mashinaga keladigan bo'lsak, BYD Yuvanap bilan pashti bir xil. Bo'yida farq bo'lmasa, qolgan joyi hamma narsasi bir xil bo'ladi. Prosta bu Gaki Ayon 420 km yuradigan bo'lsa, Yuvanapimiz 401 km yuradi. Xo'p. Mashina 2025-yil. Yon tomondan mana shunaqa ko'rinishga ega. Mana shunaqa mashina bo'ladi. Keyin orqasidan mana bunaqa ko'rinishga ega mashina. Juda ham yaxshi, myaxki mashina bo'ladi bu. Yuvanap mashinasidan ham ancha myaxki ekan, o'zimiz haydab ko'rdik. Xo'p, mashinaning tashqi ko'rinishi ko'rdingizlar qanaqaligini. Endi oldi tomonidan boshlaymiz. Mashinaning oldi tomonida nimalari bor? Xo'p, avtotormojeniya bo'ladi. Parktroniklari bo'ladi. 360 kamerasi mashinada bor. Keyin tagini ko'rsatadigan kamera joylashtirilgan. Kamera emas, aslida bu sun'iy intellekt bilan qilingan bo'ladi. Xo'p, yon tomoni mana shunaqa ko'rinish. Keyin diskalari 16 razmerli diska bo'ladi mashinada. Xo'p, polni elektr mashina, gibrid emas. Bir ikkitalar so'raydi, buni gaz qo'ysa bo'ladimi? Metan, propan umuman qo'ya olmaysiz. Gazni o'zini vobshe hech qaysini qo'yish mumkin emas. Polni 4 ta yuradigan mashina. Benzin, dizel hech nima quyilmaydi bunga. Xo'p, yon oynalari mana shunaqa. 360 kamera, keyin bakoy yonadigan chirog'i bor. Bu tomonda nimasi bo'ladi? Tepasida video registratsiya joylashgan mashinada ko'rib turishlaringiz mumkin. Laboyda joylashgan. Mana bunisi pavorot chiroq bo'ladi. Bakoyda ham pavorot chiroq yonadi. Mana bular LED farasi yonib turadi, ko'zga o'xshab. Avto dvornik bo'ladi. Avto chiroqlari bor mashinada. Zaryadga bu tomondan qilamiz. Ko'chadagi ketadigan zaryadchi, keyin uydagi 3,5 7 kilovatlik, 1,5 kilovatlik zaryadga ketadigan joy hisoblanadi. Mashinaning orqa tomoniga o'tamiz. Xohlasangiz o'rtadagi tablodan ochsangiz bo'ladi, xohlasangiz qo'lingiz bilan ochsangiz bo'ladi. Mana bu tomonda joylashtirib ketilgan knopka orqali. Bitta bossangiz ochiladi. Bunisi kamerasi bo'ladi. Tomondan qo'lda ruchdan yopiladi mashina. Xo'p. Mashina bilan nima beriladi? Zaryadchik. Mana bu narsalari, keyin yana o'zimning qo'shimcha narsalari bor. O'shalar beriladi. Bularimiz yotadi, polnisi oldiga yotadi. Oldidagilari orqaga polni yotadi, divan bo'ladi, xuddi liga o'xshab. Divan qilib bemalol ishlatib yuraverasizlar. Xo'p, endi orqa qatordan boshlaymiz. Videoni uzun montaj qilib o'tirmayman, bittada olib ketaman videoni. Agar kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketsangizlar bo'ladi. Xo'p, mashinamiz charm. Ko'rib tursangiz mana charmdan. Bu tomonda ham charm. Hop, orqa qator mana shunaqa. Hozir o'tiramiz. Men sizlarni o'zimga moslashtirib qo'yganman. Shunda ham pashti bir qarish qoldi. Agar qiladigan bo'lsangiz ham ko'p bo'lsa 4 qarish qolishi mumkin. Kattaroq odam o'tirsa. Orqasi keng, juda ham yaxshi. Chiroqlari bor. Oldida chiroq bo'ladi. Prosta o'rtada bar yo'q ekan. Barni qo'yib ketsam ancha yaxshi bo'ladi. Orqada nimasi bo'ladi? Mana bunaqa joy, USB zaryadchik joy bo'ladi. Undan tashqari yana pechka konditsionerniki. Bu zaryadkaniki. Orqada ikkita kolonka bor. Xo'p, bular charmdan. Bu tomonga ham narsa solib qo'yadigan, ushlaydigan qo'l bilan. Bo'ldi, mana shu narsalari bor. Tepada ushlaydiganlari bor. Yaxshi. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi oldi qator o'tamiz.
qiziqadiganlar bo'lsa raqam qoldirib ketaman, bemalol aloqaga chiqib narxlarini so'rab, surishtirib, aniqlab yana qo'shimcha ma'lumotlar berib o'tib ketamiz mashina haqida. Kreditga ham chiqarib beramiz. Naqdga ham. Uni bemalol telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Oldi ham xuddi shunaqa, avto bo'ladi oynalari. O'zi ko'tariladigan. Biz tushirib qo'yamiz. Xo'p, tabloda balonni bosimini ko'rsatadi, kilometringizni ko'rsatadi, soat ko'rsatib turibdi. Lekin undan tashqari 100 taga qancha kilovat sarflaganini ko'rsatib turadi. Bakoyniki. Xo'p, ishlatishimiz uchun mashinani oldidan bitta tormoz bossak zavat bo'lar ekan. Endi ancha ishlatsak bo'ladi. Mana ishladi. Poweratan shuni o'zida. Ana. Hop. Skori mashinani mana bu ikkinchi gitarasida, rulning orqasida bo'ladi. Hozir boya aytib o'tib ketganimdek, bagaj ochsangiz bo'ladi. Mana buni bitta bosasiz ochiladi. Xohlasangiz buni bitta bossangiz agar bakoy oynalaringizni to'g'rilaysiz. Ko'rsatib qo'ygan. Mana bu bilan mana Ko'zdan tepa pas zo'r. Hop, rulimizda rulga o'tishdan oldin bu tomonni ko'rsatib ketaveramiz. Bu tomonga o'tsangiz narigi oyna. Bu tomonga o'tsangiz shopir o'z tomondagi orqani ko'rsatadigan oynalarni ko'rsatadi. Bu tomonga o'tasiz, bitta bagajniki, bitta bosib yuborasiz, ochadi mashina. Xo'p, O'zbekiston radiosi bu mashinada. Bo'ldi, ko'p eshitmaymiz, mualliflik berib yuboradi YouTube. Undan tashqari mashinani o'zida xo'p, xaritalari bo'ladi, ishlaydi. Mana internet ulanadi, bemalol ishlataverasiz. Uxlaydigan rejim, kofe ichadigan rejim, yana nimadir rejim bu, shunaqa bo'ladi. Mashinani zavat bo'ldi keyin bitta tormoz bossangiz, mashina zavat bo'ladi. Mana buni bossangiz, mashina polni o'chadi. Tepada ham bu, mana buni 3 marta bossangiz tez-tez o'chadi. Bu avariyankasi hisoblanadi. Bu o'chiradigan, tablodagi ham o'chiradigan bo'ladi. Menyuga kiradigan bo'lsak, menyumizda 360 kamera turibdi. Oldi, orqasi 3D. Mana ko'raveramiz. Orqasi, oldi bo'lsa. Xo'p, mashinani bitta uramizda orqaga urdik. Mana bu uchish kerak edi. Xo'p, nima uchundir o'chmadi. Mayli, o'chirib ko'rsatamiz keyin. Bitta bo'lsak parkovkaga tushadi o'zi. Eng asosiysi mashinada CarPlay bor. iPhone ulab bemalol tabloni telefoningiz boshqarib ishlataverasiz. Muzikalari, hamma narsasi bu 360 bo'ladi. Nastroykalardan to'g'rilab telefon qiladigan ham bu. Oddiy Bluetooth ulab qo'ysangiz telefon bilan ishlataverasiz. Bo'ldi, boshqa narsalari yo'q. Mashinani qulflab qo'yasiz, ichkaridan ochib qo'yasiz. Yon oynalarni bloklab qo'yasiz. Xo'p. Faralarni bu tomondan boshqarsangiz bo'ladi. Avtoga qo'ysangiz o'zi yonib o'chaveradi. Mana shunaqa. Undan tashqari ham yana narsalar bor. Video registratsiya, boshqa narsa, boshqa ishqilib bor. Bu tomonga keladigan bo'lsak, bulari pechkalari, hamma narsasi ishlab turibdi. Bizga nima kerak bo'ladi? Bizga hozircha bu tomondan hech nima kerak emas. Pechka konditsionerniki. Buni bitta tavlab o'zingizga tortasiz, ochiladi. Yonda nimadir qo'yadigan bo'lsangiz, bemalol qo'yib ketsangiz bo'ladi. Yopamiz. Bu tomon bar. O'rta bar hisoblanadi bu. Stakanchik, keyin telefon qo'yadigan joy bu. Bitta bossangiz, o'rtadagi bar ochiladi. Boshqa narsa qo'ysangiz bo'ladi. Hujjat, shunaqa narsalar. Xo'p. Bu tomonga kelsak, bu tomonda oynasi bo'ladi. Bitta ochsangiz yonadi. Ya'ni yopib qo'yasiz, bir tepaga ko'tarasiz. Bu
tomonda ham xuddi shunaqa oynasi bo'ladi. Yopsangiz yana shunaqa. Xo'p, nimalar bor yana? Oldi orqa narsalari bu tomonda bu narsasi bo'ladi. Xo'p, odam kelib qoldi. Yana nimalar bo'ladi bunda? Mana hozircha boshqa narsa ko'rganim yo'q. Eshik ochamiz. Chiqamiz ko'chaga. Bu tomonda bitta narsa esdan chiqib qoldi. Elektron sideniya. Oxirigacha bordi. Nimasi bor? Mana bu narsalari, mana ko'rib turganingizdek, USB zaryadchik, Type-C zaryadchik, 12 volt narigi tomondagisi. Bemalol ishlataverasiz mashinani. Undan tashqari oldiga keladigan bo'lsak, bitta tortdik, yana bitta tortamiz. Bo'lishi bilan. Kelib o'rtaga qo'l tiqib, mana bunaqa qilib o'tirish shart emas. Ko'tarasiz prosta. Mana shunaqa bo'ladi oldi. Bitta kichkina akkumulyatorcha, bu doimgidek qulflab ochib, prosta radio eshitib o'tirish uchun. Tagida katta akkumulyator bo'ladi, narigi tomonda pastda. Buni tagida motorlari, hamma narsa joylashgan. Bularda qarang nima almashadi. Sariq tormozniki, antifriz, keyin mana bu osmon rang, ko'k dvorniknik bo'ladi. Bularni alishtirib o'tirish shart emas. Tugasa qo'yasiz, tugamasa qo'ymaysiz. Korobka moyi bor. Birinchi boshida mashinaga 10 mingda almashtirasiz. Ichidagi chiqindilar chiqib ketishi uchun yangi mashinani. Keyin qolgan haydab yuraverib, har 40 mingda korobka moyini ustiga olib borib 250 ming, 300 mingga almashtirsangiz bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. Mashinaning narxi 16,5 ming. Hop, Yuvanapimizniki 18 ming. Chempion 26 mingdan 28,5 minggacha bo'ladi. Bular oddiy 26 minglik topsa bo'ladi. Smart bor mana shuni o'zini 28 mingga topasiz. Bo'ldi, hozircha mana shunaqa bo'ladi mashina. Juda ham yaxshi mashina lekin. Tepasi panoramalisi lukligi bor, keyin oddiysi bor. Biz bo'lmasa haydab ko'ramiz. Aytib o'tib ketmoqchi, mashinada mana ko'rib turibsiz 78 kilometr. 78 kilometr yuradi hozir. Biz oramizda hop haydaymiz. O'zini o'zi zaryadlaydigani bor mashinada. Qaytib zaryad oladi. Hop, qarab chiqamiz ikki tomonga. Yurishlari yaxshi. Yetib qoldi. Yetmiş 6 bo'ldi, yana 77 ga chiqib oldi. Ko'rdingizmi? Timga Yuvanap, Honji, Chempion, Gakayon kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Biz qilib beramiz. Xo'p, mana o'sha aytib o'tib ketganim, tagi bilan ko'rsatadi. Tagi bilan ko'rsatibdi. Bu haydab keldik oxirigacha bo'lganda.